Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Cobalt avtomobili avtomarkarovka o'z ishlatmay bo'lgan avtozapusga yoqilgan. Bunga biz set knopkaga stop start uстановка qilib berdik. Birinchi videomizda kommentariyalarda yozilgan savollarga javob berib o'tamiz. Xo'p, avtozapus yoqilgandan keyin kelib tormozni ohista bosadigan bo'lsak, tablo yonadi. Mashina haydab ketishga tayyor. Endi set knopka ishlamaydimi deganlarga, set knopka ishlaydi albatta. Ko'rishlaring mumkin. Mana 00 bo'ldi. Set knopkamiz ishlayapti. Endi keyingi savolga javob, kalit ishlaydimi deganlarga, kalitimiz albatta ishlaydi. Kalit joyiga tiqadigan bo'lsak, set knopkaga uстановка bo'lgan start stopimiz blogini uzib qo'yadi. Mana knopkani bosamiz, hech qanaqangi ishlamaydi. Mashinamiz kalitda bemalol oldingida ishlayveradi. O'chirib kalit solib olganimizdan keyin 5 sekunddan keyin blogimiz uyg'onadi. Bir marta knopkani bossak, asta yoqib beradi. Yana bir marta bossak, asta o'chiradi. Onyx trekkerlarga o'xshab, knopkamizni ushlab turadigan bo'lsak, bosib 5 sekund. Kalitni ochib beradi, ya'ni tormozni bosmasdan. Endi yana qaytadan 5 sekund ushlab turadigan bo'lsak, knopkamizni kalitni o'chiradi. Tormozni bosgan holatda knopkani bosamiz. Mashina o't oladi. O'chirishlik uchun yana qaytadan tormozni bosib turib, knopkani bossak, mashina o'chadi. O'chiramiz. Mashina o'chadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Set knopkaga stop start uстановка qilishimiz. Hop, 450 ming so'm